Akamillo, Laba eshitama. Xo'sh, xizmat. shu desangiz bu yetib qolgan qizim bor edi. Xo'sh. O'g'lingiz Xolmurodjonni qo'lini so'rab keldim. Mo'ch odamlarga. Dada sharmanda bo'laman-ku. Shu yangacha seni hurmat qilib kelgan bu odamlarga. Qizim o'qishni bitirgan edi. Endi yaxshi ishga joylashay deb yuribdi. Shunga to'yni tezlataylik degandim. Endi Bemillajon, siz boravering, biz onasi bilan maslahatlashaylik, keyin sizga javobini aytamiz. Usta bu, siz bilan necha yillik tanish bilishchiligimiz bu. Shu desangiz qizim yaqinga o'qishni bitirib, ishga kirgan edi. Dada, yana shu tema bo'libdi. O'chirib o'zingni. Bor choyni yangilab kelgin. Yo'q demasa shu Xolmurodjonni qo'lini so'rab keluvdi. Rahmat. Xolmurodjon to'yini biz ham ko'rgimiz kelyapti. Eshigimizni tayib to'la sovchilar, lekin onajonasi bilan bitta maslahatlashib, sizga javobini aytamiz. Ha, kerakli qana Azamatjon, nima xizmat? Usta bu xullas elchiga o'lim yo'q deydi. Seni o'ldirib nima qilaman? Tirigingdan o'liging qimmatga tushadi-ku menda. Shu desangiz bizda hamma qarindosh urug'lar bilan maslahatlashgan holga bitta opachamning qizi bor. Ey Azamat, sen dadamni shogirdligingga qarayotmayman. Mana shu o'yning bilan so'laman hozir. O'chir ovozingni. Seni o'ylab kelgan shu Azamat. Xo'sh. Xolmurodjonni qo'lini so'rab keluvdi. Ha, bu Xolmurod qo'liga qiziqmaganlar qolmadi. Dada, to'xtam shuni bitta urayman. O'tir, ovozingni o'chir. Kelin nima ish qiladi deding? Kelin ancha oldin o'qish tugatgan, ishlarini joyiga qo'ygan. Sharoit qanaqa? O'zini alohida uyi bor, tekir mashina olgan usta bu. Mashina ham bo'lmay. Ha, Samarqand avtotex xizmatida olgan. Olgan mashinaning garantiyasi 3 yili 100 ming probeggacha ekan. Agar siz ham shu avtosalondan mashina xarid qilayotgan bo'lsangiz, katta sovg'alar qo'yilgan. Xolodilnik, televizor, mikrovolnovka, chang yutgich, polchxol hamda avtomobil moyi qo'shib beriladi. Usta bu hali bunaqasi hech qayerga bo'lmagan. Xolmurodjonni baxtli qiladi nasib bo'lsa. Mayli. Kelgan sovchilarning ichidan shunisi menga yoqib turibdi-da. Shularga beramiz o'xshaydi Xolmurodjonni. Iltimos dada, meni sharmanda qilmang. Ayog'imni qo'yib yuborib, qanaqa odamsan va 25 dan 30 ga qarab ketyapsan. O'zing o'ylanay demaganingdan keyin o'yingga sovchi keladi-da, yo topganing bo'lmi, yo sevganing bo'lmi? Sharmanda qilding-ku. Azamat, to'y tezatinglar biz rozi. Yar yorone, to'ylar bo'lsin mobore.